Assalomu alaykum. Yaxshilar, tuzukmisizlar? Sog'liklar qanday sog'liklar? Yengillik ko'rsataymi? Dvoykani zo'r keldi Adidas brendlaridan. Yaxshi chempionlar. Yangi modelli bular. Klapli cho'ntakli. Materiali plitka material, massajli hisoblanadi. Ustidagi futbolkasi oppoq, ultra xolodok bo'ladi. Bu yumshoq. Brendlari ham juda chiroyli ishlangan. Jotki yangi modelda bo'lib kelgan. Ikkalosi ham, razmerlari ham zo'r buni. XL dan boshlab, xo'sh. Eng kattasi necha ekan buni? XL dan boshlab 5XL gacha ekan. Bu kichkinaroq ekan bu bilan. Bu kichkinaroq ekan. Kimga shunaqa zo'r, lyuks premium molli kerak bo'lsa, dvoyka. Brendlar Adidas, Nike, xohlagan firmalar bor bizda. Kelaverasizlar, manzilimizni bilasizlar. Abu Sahiy Center, 2-etaj B20, Fiorenti Milano do'koni. Narxlarini ham aytib ketaman sirasi. Sayt orqali kelganligi 350 ming so'mdan qilib beraman. 350 ming so'mdan. Atak bular o'zi 480-500 mingga chiqib ketdi o'sha bular narxlari. Shoshilamiz o'rtoqlar. Bularni tegi juda unaqa ko'p emas. Foydalanadigan joyi lekin sifati umuman zo'r. Allohga omonat sizlar. Harakatinglarni qilasizlar. Shoshilamiz. Yangiliklardan bexabar qolib ketmaysizlar, xudo xolsa. Like, podpiskani bosinglar. Har doim yangi modellarni ko'rib turasizlar. Salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qiling.